Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotib qo'yilayotgan joyimiz shaharning qoq markazida desek ham bo'ladi. Esim bu ko'chasimda. Shu ko'rib turgan 7 etajli domimizning 2-etajida 2 xonali korobka xonadonimiz sotib qo'yilayotir. Mestasini keladi bo'lsak, mestasi tumajoyib. Shavot kanalimiz ham yaqin. Banimiz Aveshto bo'ladi. Banimiz arka tarafimiz esa 200 metr 70 Qirg'izyob Dehqon bozor gipermarket bo'ladi. Katta yo'lda joylashgan toza domimiz. Esa yetdik, nishon taraf bilan donish chiqsak. Ikkinchi qavatimizga yetib keldik. Podyezdimiz akkuratniy, keng tushgan. Ko'rishingiz mumkin. Liftlarimiz postoyanli ishlab turadi. Shu xonadonimiz bo'ladi. Eshiklari demir, yaxshi sifatli eshiklardan qo'yilgan. Nishon tarafiga kiradi bo'lsak, berimiz garaj xod bo'ladi. Uylarimiz beyik. Ayak teylamizda stashki ishlari bitib turibdi. Berimizda sanuziya joylashgan bo'ladi. Berimizda esa tualeti. Tualet vannasi oddenli joylashgan. Ban tarafimiz kuxniyasi bo'ladi. Berimizda ham stashki ishlari bitib turibdi. Ashxonamiz ham keng tushgan. Aynalarimiz yo'l yon tarafga qaragan katta yo'l. Akfa aynalardan qo'yilgan. Gaz, suv, svet hamma narsasi taxt o'tib turibdi. Berimizda esa yotoqxona bo'ladi. Yotoqxonamiz ham uzun, keng tushgan. Aynalar akfa ayna. Bu yerda esa zalimiz bo'ladi. Zalimiz ham ko'rishingiz mumkin. Patologlarimiz ham beyik. Oyoqlarimiz tashkishlari bitib turibdi. Shunga ajoyib aynalardan qo'yilgan. Yo'l tarafga qarab turibdi. Bu yerning kvadratini keladi bo'lsak, 53 kvadrat metr. Narxi esa 370 million so'm. Bu mestadan kamdan kam joy chiqadi. Shuning uchun yaxshi joy izlab yurgan odamlar bo'lsa, shu yaxshi mestada Dehqon bozorining yonida. Esa videoda telefon nomer qoldiramiz. Sog' olun, salomat olun.